Amir Avtosavdoda arzonga 2011-yil Lacetti'ga 2025-yil kuzov bosib yig'ib qo'ygan ekan. Polni Geboga sepilgan 3-pesi avtomat korobka tayyor mashinamiz. Amerikanka optiralar qo'yilgan. 3-pesi diskada 4 ta yangi yaxshi balon qo'yib qo'yishgan. Luklari bor. Polni Geboga sepilgan, salon qismlari ham akkuratli bo'lib turibdi. Avtomat korobka 216 ming kilometr masofani bosib o'tgan ekan. Testamentli salonlari ham ideal holatda turibdi mashina. Minishga tayyor qilingan, metan gazda uстановка qilingan. Mashina 1.8 motorda avtomat korobka 3-pesi Lacetti'ni Gentra qilib qo'yishgan tayyor varianti. Mashinamizga orqa ko'rinishadigan optiralar qo'yilgan, chiroyli holatda. Kuzovida umuman qirilgan, shilingan joyi yo'q, tiniq holatda turibdi. Yurish qismida ham umuman aybi yo'q ekan. Bu mashinamiz narxini egalar bilan tortishib sizlar maza qilib bilishinglar uchun $7150 ga tushirib qo'ydik. Egalar nomerini qoldiramiz, bemalol aloqa chiqib xarid qilishingiz mumkin.